Damskiy Cobalt'imiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ya'ni jenskiy, bordoviy rangli. Bu mashinaga o'sha ayollarga kerakli narsalar, hamma narsa qilindi. Xo'p. 360 kamera qo'yildi. Mana 360 kamera. Obzor ko'rasizlar, ko'rsatishini. Ko'rdinglarmi? Dahshat mo'kala. Polni obzor, mana ishxonani polni ko'rsatib beradi. Mana polni ko'rsatadi. Xo'p, eshikni ochsanglar, mana eshikni ham hamma narsasi ko'rinadi. Ko'rasizlar? Mazzami, ha? Cobalt markasi mana shu bo'ladi. Mana slipoy zona qo'yilgan, mana bu slipoy zona. Yurvar, bitta yurvar. Tashqaridan yurgan, uzoqdan chetroqda. Mana slipoy zona. Ko'rinmayapti, bor. Opto tushib turibdi-da, ko'rinmayapti. Xo'p, rul knopka qo'yib berganmiz, ha. Cruise control, iPhone управление, keyin suv datchi, bagaj knopkalari bilan ustanobka qilib berganmiz. Shunaqa ustanobkalar qilib berdi, hamma ishlarini xudo xolasa. Xo'p, qolgan hamma ishlarni bitta, endi keyinchalik bir kelsalar shu izolyatsiya qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga telefon qilinglar, Silipoy zona 360 kamera ideal qilib ustanobka qilib qo'yib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.